Hozirda 3,6 milliard dollarga teng Hindistonning eng yirik kompaniyalaridan biri Biocom'ni boshqarayotgan ayol Kiran Mazumdar-Shu bugun ilm-fan va texnologiyalar sohasida dunyoni o'zgartirayotgan yetakchilardan biridir. Kiran 1953-yilda Bengalorda tug'ilgan. Otasi Hindistondagi yirik zavodlardan birida oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Kiran 1973-yilda Bangalore universitetida zoologiya yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasini olgan. Keyin Avstraliyadagi Melbourne universitetining Bellard kollejida Fermentation Science, ya'ni biotexnologiya va oziq-ovqat sanoati bilan bog'liq sohada magistraturasini o'qib, 1975-yilda uni tamomlagan. O'qishni tugatgach, Kiran Hindistonga qaytib kelib, ayol sifatida sanoat sohasida ish topishda qiyinchiliklarga duch keladi. Lekin shunga qaramay, 1978-yilda kichik laboratoriya bilan Biocon kompaniyasiga asos soladi. Bugungi kunda Biocon Hindistonning eng yirik biotexnologik kompaniyasiga aylangan. Kiran Mazumdar-Shu hozirda Forbes milliarderlar ro'yxatida turadi va uning boyligi 3,6 milliard dollarga baholangan. U ilm-fan va innovatsiya sohasida Hindiston va global sog'liqni saqlash sohasi bo'yicha katta o'zgarishlar qildi. Kiranning ota-onasi undan juda ham xursand va muvaffaqiyatlari bilan faxrlanishadi. Aslida ayol qizlar ham o'qib mana shunday natijalarga erishishlari mumkin. Bilim va qat'iyat bilan har qanday to'siqni yengib, orzularini haqiqatga aylantira olishadi. Siz ham Kiran kabi muvaffaqiyatlarga erishishni xohlaysizmi? Eurstudy Consulting bilan Avstraliyada o'qish imkoniyatlarini o'rganib chiqing. Hoziroq biz bilan bog'laning va orzularingizni ro'yobga chiqarish uchun birinchi qadamni qo'ying.